Prezentatsiyaga 2 xil, 3 xil holatda kirish mumkin. Birinchisi, mana sichqonchani, rабочий stolda sichqoncha o'yin tugmachasini bosib, Sazdatga o'taman. Sazdatdan prezentatsiya Microsoft PowerPoint ustiga bosganimdan keyin nom berishimni so'raydi. Aytaylik, mana 17-guruh degan prezentatsiyani ochib oldim. Bu birinchi holatdagi kirish usuli. Endi ikkinchi bir holati bor. Bu pusk menyusiga kirganingizdan keyin menyular satrini o'zida mana PowerPoint 2016 bo'lib turibdi. Ayrimlarda 13, ayrimlarda 19 ham bor PowerPointda. PowerPointga kirishingiz bilan sizga tayyor shablonlarni beradi. Shu shablonlardan ixtiyoriy bittasini tanlab turib, buni olib foydalanishingiz mumkin. Aytaylik, mana men kaplani tanlayapman-da, rangini tanlayman. Rangi qanaqa bo'lsin? Pushtroq bo'lsinmi, yo yashil bo'lsinmi, ko'k bo'lsinmi, qora bo'lsinmi? Ixtiyoriy holatda men bittasini tanlab turib, Sazdat buyrug'ini bossam, mana tayyor zagolovka slaydini ochib berdi. Ya'ni birinchi listni ochdi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu bilan buni ochilishida farq bor. Boshqa joyda farqi yo'q, lekin ikkalasi ham bir xil. Bu yerda mana fayl menyusiga o'tib turib, Sazdatni bossangiz, boyaga chiqqan template deymiz buni nomini. Inglizchasiga templates deb ataladi. Shablonlar, shu shablonlardan ixtiyoriy bittasini tanlashingiz mumkin. Boyaga bu bilan e'tibor bersangiz, mana kirib turib PowerPoint tanladim. Mana bu shablon bilan bu shablonning farqi yo'q. Faqat bu boshqacha ochilyapti, bunisi boshqacha ochilyapti xolos. Endi ikkalasi ham bir xil narsa. Men bu bittasini o'chirib yubordim-da, men bittasidan foydalanyapman mana. Aytaylik, men bitta shablonni tanladim. Mana sled samolyota deganni. Rangini o'sha обычный holatda, mana o'sha qizil, pushti, ko'k qilib xolagan holatda qolsin. Endi bu yerda fayl degan menyu bor. Ushbu menyular satrida esingizda bo'lsa, men sizlarga Excel darsida aytib o'tganimni qulflash mumkin. Buni ham xuddi shunaqa qulflash mumkin. Zashifrovаться использованием пароля. Sazdatda boya aytib o'tgandek tayyor templatelar turadi. Открытda oxirgi marotaba ochilgan prezentatsiyalar joylashadi. Сохранить hamda сохранить как. Bu yerda endi farq qiladigan joyi bor. Сохранить bilan сохранить как-da ikkalasidan bir-biridan farqi bor. Сохранить как-da joyini so'raydi. Сохранить birinchi marotaba сохранить как bo'lganingizdan keyin u yog'ini bemalol yana davom ettirib ketish imkoniyatini beradi. Aytaylik, mana сохранить как o'tib, рабочий stolga o'tdim-da. 17-guruhim turibdi. 17-guruh 1 deb yozib qo'ydim. Сохранitni bosdim. Ana endi fayl menyusiga o'tib, сохранить как-da emas, сохранitni o'zini bossam, bu сохранить bo'laveradi. Boyagidaqa сохранить как o'tib qolmaydi. Undan keyingi asosiy qismi bu eksport qismi hisoblanadi. Pechat nimaligini bilasizlar, bu chop etish. Eksport qismida siz xohlasangiz PDF ga, xohlasangiz video ko'rinishga olib o'tishingiz mumkin prezentatsiyani. Shu yerda sizlarga yangilik bo'ladi. Ya'ni bu nima? Bu Sazdat video. Ya'ni prezentatsiyani video ko'rinishga olib o'tish imkoniyati bor. Buni Sazdat video qilib turib, nomini berib, qayerga saqlayotganingizni ko'rib qo'ysangiz va сохранitni bossangiz bo'ldi. Uni ko'rish uchun men bu yerga 3 ta slayd yaratib olishim kerak. Главный menyuda Sazdat slayd degan buyruq turibdi mana. Shuni ustiga bossam, menga tayyor maketlarini ko'rsatadi va aynan shu maketlar mana bu yerda ham joylashadi. Sazdat slayd ustiga bosdim-da, mana aytaylik 3 kolonka deganni bosdim. 3 kolonka bu nima? 3 ta joyga yozish imkoniyatini bera oladigan slayd. Aytaylik, men bunga mana katta qilib reja deb yozdimmi? E'tibor bergan bo'lsangiz, bu o'zi katta harfda yozyapti. Men hech qaysinisini bosmadim. Ayrimlarda shunaqa shablonda o'zida katta harf keladi. Bularda mana kichkina harfda yoziladi. Bunda kattada, endi bunda kichkinada yoziladi. Mana. Aytaylik, reja, birinchi reja, mana, ikkinchi reja va uchinchi reja. Ko'rdingiz-a? 3 ta reja. Endi rejani nimalarligini bu yerga mana yozib qo'ysam, ahamiyatli holatda yozib ketyapman. Mana tayyor bo'ldi. Ko'rdingiz-a buni ham? Ana endi men xuddi shunaqa slayd yaratmoqchi bo'lsam, shuni ustiga bosib turib enter ni bosishim mumkin. Xuddi shunaqasini yana chiqaradi. Ctrl bilan M harfini biriga bosishim mumkin, yana chiqarib beradi. Davom etyapti. Yoki Sazdat slayd qilib yana yaratishim ham mumkin. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz 5 ta slayd bo'ldi. Endi hammasini bir-biridan ajratish uchun mana bunga 1, bunda o'zi tayyor bor, bunga mana 3, bunisiga 4 va bunisiga 5 qilib qo'ydim. Ya'ni 5 ta listdan iborat bo'lganligini bilib olish uchun.
Endi aytaylik, men bularga переходить degan menyu bor. Shu переходить ichidan переходlarni beraman. Ya'ni chiqib kelishi hamda aylanishdagi приходlar beriladi. Aytaylik, mana birinchisiga zanavesni beraylik. Bu ochiladi. Parda ochilgandaqa. Mana ko'rdingiz. Yoki bo'lmasa, mana ikkinchisiga o'tdimda, ikkinchisiga boringki, samolyotni beray, bumajniydi. Mana samolyot bo'lib uchib ketdi. Bu endi qanaqa ekanda? Effektlar. Ha, uchinchisiga mana boringki, endi mana origamini beraman. Rangi qoraligi uchun hozir bu ko'rinmayapti. Kelinglar shu yerda bir yo'la rangini o'zgartirib ketamiz. Mana dizaynga o'tgandan keyin mana qaytadan temperaturalar turibdi. Mana rangini o'zgartirib qo'ydim. Boyagiga nisbatan endi rangi ochroq bo'ldi. Bitta o'zgartirsa ham bo'ladi? Bitta o'zgartirsa ham bo'ladi. Uning uchun format fonga kirib, bitta slayd o'zini tanlab o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. U biroz murakkabroq, uni keyinroq o'rgataman. Ana endi 4-siga o'taman. 4-siga men ixtiyoriy bitta приходni beray. Aytaylik, mana voronkani beray. Ha. Endi 5-listga o'taman. 5-listda mana служебный version. U oshcha bilinmaydi ekan, служебный emas u, mayli boringki mana vizmaqni beramiz. Aylansin. Mana keyin F5 degan klavishni bossam, men qanaqa holatda tayyorlaganimni ko'rsatadi mana. Ochilish marosimi bo'ldi. Ochilish marosimidan keyin samolyot uchib ketdi. Undan keyin harakatga keldik. Ha. Undan keyin mana yo'qolib ketib, yana qaytadan paydo qildik. Va undan keyin aylantirib qo'yib qo'ydik. Shu bilan tugadi. Bu переходить qismi. Undan keyingi qismida animatsiya degan tushuncha bor. E'tibor bergan bo'lsangiz, animatsiyaning hech qayeri hozir yoniq emas. Sababi animatsiya yonishi uchun bizga matn tanlanish kerak. Boya переход list bo'yicha bo'lgan bo'lsa, uni переходить menyusidagilar. Animatsiya menyusi so'zni o'zi bo'yicha bo'ladi. Xuddi shunaqa mana yondi. Endi bu yerda 3 xil rang bor. Yashil, sariq hamda qizil. Yashil chiqib kelishi, sariq turgan joyda harakatlanishi hamda qizil chiqib ketishi. Undan tashqari pути перемещения degan so'z bor, alohida, ya'ni qismi bor. Bu nima? Bu ma'lum bir figura bo'yicha aylantirib beradi matnni. Aytaylik, mana men bunga masalan manosiga beray, aniqroq ko'rinish uchun mana rejada turibdi. Mana shu pути перемещениеda petskini berdim. Ko'rdingiz-a? Aylangan. Ha. Yoki bo'lmasa mana aytaylik, men bunga chiqib ketishni beray, mana qanaqa bo'lib yo'qolishi. Men yo'qoldim. Yoki 3-rejaga o'tyapsanda 3-rejaga men chiqib kelishi. Qanaqa chiqib kelsin deyapmiz? Aytaylik, mana osmondan chiqib kelsin. Osmondan chiqqan yo'lda tushib kelsin. Mana ko'rgan bo'lsangiz tayyor. Endi yana F5 ni bosib turib, ko'rib olaman. Birinchi listga hech narsa bermadim, faqat переход o'zida qoldi, to'g'rimi? Endi ikkinchi listda mana ochildi. Ochilgandan keyin 3-reja deganim yo'q mana. Chunki 3-rejani men hali chiqarmaganman, chaqirmaganman. Mana bosishim bilan birinchi, ikkinchi rejaga berganman. Ikkinchi reja aylandi. Orqasidan 1 ga berganman ham. 1 yo'qolib qoldi mana va 3 endi chiqib keldi. Ya'ni bu joyda har bittasi tartib bilan ketadi. Qaysi biriga birinchi bergan bo'lsangiz, shu bo'yicha ketadi. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, raqamlari turibdi o'zi. Qaysi biriga nechinchi etapda kelishi. Birinchi rejaga 1 berasiz, ikkinchi rejaga 2 berasiz. Men hozir 2 ga 1 ni berib, 1 ga 2 ni berdim-ku, shuni hisobiga muammo bo'ldi bu yerda. Tushuntira oldimmi? Hozircha shu yergacha.